Navoiyda yashayotgan har bir kishi albatta kon metallurgiya kombinatining tarixidan albatta tanish bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sababi shuki, shahrimizni tamal toshini qo'yilishiga ham albatta shu kombinat sababchi bo'lgan. Bugungi kunda Navoiy kon metallurgiya kombinati dunyo miqyosida kombinatlar orasida top 10talikka kirganligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Shuningdek, bugun meni eng ko'p e'tiborimni tortgan bu Muruntau tog'ining o'sha kichiklashtirilgan tabiiy maketi bo'ldi. Bugun bizga Navoiy kon metallurgiya kombinatida 50 ming nafardan ziyod xodimlar ishlashi haqida ma'lumot berishdi. Bu kichikroq bir tumanning aholisi soni bilan teng hisoblanadi. Shu sababli bu jihatlar meni juda ham e'tiborimni tortdi va biz bu muzeyga tashrif buyurish orqali ularni texnologik ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishdik, maketlar orqali.